Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 31-dekabrda mana Yangi yil bayrami olmalarimiz daraxti ustida turibdi. O'tgan yili ko'chatlarini video qilib chiqardik. Yangi yil bayramida mana bu yil Xudo xolasa daraxti ustida turgan holatini sizlarga video qilib qo'yapman. Kamerani yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'y. Mana daraxti ustida turgan holati mana -5 gradusgacha daraxti ustida turadi, muzlamaydi deganmiz. Mana bir donasini hozir uzib turib sizlarga mana ko'rsatib qo'yamiz. Mana tangillab turibdi. Ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kirib kelayotgan Yangi yil bayrami bilan barchalarini tabriklaymiz. Xonadonlaringga baraka, dehqonchilaringga baraka tilab qolamiz. Mana olmani yana qo'ygan holatlarini ham bir qator ko'rsatib qo'ying mana. -5 gradusgacha daraxt ustida turgan. Agar uzmasalaring mart oyigacha ham daraxt ustida turadi. Men nima uchun bu narsani ishonib turib aytyapman? Balki mana barkini kech to'kadi. Pinkredi, Rozigulov olmalarda ahamiyat bersalaring, barglari mart oyida ham to'kilmaydi. Shu singari mana mevasi ham daraxti ustida turibdi. Kimga qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastga nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ko'chatlarda dastlabki xizmatlari, katta gektarlarga boqib berish xizmatlari hammasi bizda mavjud.